Assalomu alaykum hammaga. 59.900 dollarga sizlar uchun 54 kvadratdan tashkil topadigan kirib yashash uchun tayyor yangi remontlardan chiqqan xonadonimizni bugun sizlarga taqdim qilamiz. Xonadonimizni lokatsiyalarini oxirida aytib o'tamiz. Video davomida bizlarni kuzatishda davom etinglar. Asosiy eshigimizdan kirishimizda ko'rishingiz mumkin. Chiroyligina bu yerda kiyim ilish uchun joy va bu yerda oynaga. Ishga ketayotganlaringizda oynalarga qarab kiyimlaringizni to'g'rilab bemalol ketasiz. Kalidorimiz bo'lish uradigan bo'lsa, bu yerda umumiy bitta yuvinish xonasi, kir yuvish mashinalari ham barchasi qo'yilgan. Endi bu tarafda eng kenja toizga berib qo'yasiz. Menimcha yomon variant deb o'ylamayman. Kichkinagina xonacha, o'sha hisobda 54 kvadratdan tashkil topadigan xonadonimiz. Bog'cha, maktab, bozor, yana nima, supermarket, hamma narsa bor bu lokatsiyamizda. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan bitta xonamizda birinchi liniyada joylashgan, yo'l yuziga qaragan, lokatsiyalarni aytadigan bo'lsak, Chilonzor 26-kvartalda bo'ladi. Ya'ni orientir keladigan bo'lsak, Vatan kinoteatri ro'parasidagi yo'l yuzdagi xonadonimiz. Mebellarni qaranglar, mehmonxonada, mana soatlari hammasi ishlar ekan. Juda ham zo'r xonadonimiz. Xonadonimizning narxlariga menimcha arziydi deb o'ylayman. Bu yoq bitta oshxonamiz bor edi, oshxonani ham ko'rishingiz mumkin. Kattagina qilib qo'yilgan. Stol-stullarni bu yoqqa qo'yadigan bo'lsangiz, bu yoqqa bitta mehmonlar uchun alohida bitta joy qilib qo'ysangiz, gostinlik juda ham zo'r variant bo'ladi. Xonadonimizda bog'cha, maktab, hamma narsa bor. Bozor, supermarket, shaharga qulay lokatsiyalarda. Parkovka, bu yerda farzandlar uchun mo'ljallangan detskiy plashatkalar ham ko'chalarimizda bor. Oynalarni qaranglar. Hamma xonalarimizda oynalar mavjud. Havo sirkulyatsiya bo'lishi uchun juda ham zo'r variant. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, sizlarga 54 kvadratdan tashkil topadigan xonadonimiz 5-qavatda bo'ladi. Birinchi liniyada. Narxiga menimcha arziydi deb o'ylayman. 59.900 dollar. Egalarining nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol telefonlashib, savdolashib shu ko'rgan xonadonlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Kanalimizga ulanishni esdan chiqmasin, maksimal like bosib, bizani kuzatishda davom etinglar. Eng yaqin tanishlarga bizani videolarni, shu ko'rayotgan videoyingizni jo'natib qo'yinglar deb qolamiz.